Assalomu alaykum meni do'stlarim, mijozlarim. Alhamdulillah, Allohga shukr. Ro'za oyidan bir savdo qildik. Qo'qonda yangi bozordagi bir kompressdan olib ketyapmiz. O'rtoqlar yaxshilar ahamiyat berasizlar, tushuntirib ketaman. Mana drabilkalarimiz, shakarda o'qib beradigan drabilkalarimiz 220 ga ishlaydi. Mana 49 talik qalbimiz, bo'yi havolasi katta kichik bo'ladi. Monamiz 220 ga ishlaydi, monamiz 220 ga ishlaydi. Mono bir kampir mononi oldim, mono 15-20 kiloning mishalkanamiz ham to'qqam ishlaydi. Ham 220 ga ham ishlaydi, ham 380 ga ham ishlasa ham bo'laveradi. Mono mishalkanamiz 50 kiloda atrofda bo'ladi, ham to'qqam ishlaydi, ham ruchnoy ishlaydi. Mono drabilkalarimiz mana, drabilkalarimiz bor. Tayyari bor. Tayyarlari bor 220 ga ishlaydi. Kimga shunaqa stanolar kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha naqd pulga plastikka filistinga savdo qilamiz. Oborib, o'rnatib, yurgizib beramiz. Qishda sovug'ida eng uzoq 5 soat, 6 soat quriydigan sxemasi bor, videoroliklar bor. Mislariga xudo xolisa baraka bo'lganiga savdo qilganimizdan keyin shuni videosini tashlab beraman, shunga qarab turib quritadigan shu kasbni qilib olasizlar. Men Andijondan Nodirbek Hakimov, kimga shunaqa stanolar kerak bo'lsa, do'stlar, reklamamizdagi nomerlarni yozib qo'yganmiz. O'zbekiston bo'yicha dastlabkilarimiz bor. Naqd pulga plastikka filistinga savdo qilamiz. O'rta Osiyoning xohlagan yerlariga kelishilgan holatda faqat Turkmanistonga kirolmayapmiz xolos. Rossiyaning xohlagan yerlariga ham kelishilgan holatda dastlabkilarimiz bor. Men Andijondan Nodirbek Hakimov, kimga shunaqa reklamalar kerak bo'lsa, xudo xolasa yangi ish boshladik. Xudo harakat qilamiz. Bekariga 10 tacha videoni qo'yib beraman. Bekariga, mutlaqo bekariga 10 tacha videoni qo'yib beraman. Shu Andijon territoriyasi bo'lsa, misol uchun Namangan, Farg'ona, Qo'qon bo'lsa, bekariga qo'yib beramiz. Reklamaga murojaat uchun telefon qilaverasizlar. Borib o'zimiz videosini qilib, montajini qo'yib beramiz. Har qancha xizmatlarga tayyor. Andijondan Nodirbek Hakimov. Biz yukladik, xudoxolisa yo'lga chiqyapmiz. Yo'lga chiqyapmiz. Xudoxolisa Qo'qonning yangi bozoriga ketyapmiz. Assalomu alaykum meni mijozlarim. Alhamdulillah, Allohga shukr. Mana Qo'qonni yangi bozordagiga olib keldik, sqilatiga tushirdik. Hoji akalar jinni hijolat olib tushgani, shogirdlari ham olib kelib o'rnatib berdik. Men inshaalloh xudo xolisa. Mana akamiz mana keladi. Hijolat qiladi. Mana akamiz endi tushgani, hijolat olyapti. Xudo xolisa ishlatib ko'rdi, bemalol, behijolat. Kimga shunaqa stanolar kerak bo'lsa, O'zbekistonni xohlagan yerlarga kelishilgan holatda dastlabkilarimiz bor. Naqd pulga plastikka filistinga savdo qilamiz. O'rta Osiyoning xohlagan davlatlarga kelishilgan holatda dastlabkilarimiz bor. Faqat Turkmanistonga kirolmayapmiz. Xudo xolisa o'sha dokumentlarimiz bo'lsa, Alloh nasib qilsa, Turkmanistonga ham kiramiz inshaalloh, xudo xolisa. Akalar, reklamamizdagi nomerlarimizni yozib qo'yganmiz. Andijondan Nodirbek Hakimov desanglar, xudo xolisa chiqib turadi. Yaxshi kunda ko'rishguncha.